Assalamu alaykum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarning do'stinglar Sabira Muxtar bo'laman. Oldingi qitim men sizlarga bo'ri bilan yatta o'g'loq degan cho'chakni aytib bergan edim. Bugun sizlarga Germaniya cho'chki, yav toshqon bilan kirpa degan cho'chakni aytib beraya. Amsi quloq silib anglanglar. Hikoya yav toshqon bilan kirpa. O'rmonlikda ana kirpa qo'shkizak o'g'illari bilan birga yashaydi ekan. Kirpichoqlar bek sho'q ham ziyrak ekan. Har kuni anasining ishlariga qarashib, uningga qanot bo'lar ekan. Bir kuni bir kirpichoq xuddi odatdagi kunlarida ko'kda qiqqa berib savzi qizibdi. Uning bu qitim qazg'ini toza cho'ng savzi ekan. Kirpichoq savzini yudib uyga qaytibdi. Uni ko'tarib bo'lolmay injiqlab ketibdi. Kirpichoq yerim yo'lga borganda bir yav toshqon bilan uchrashib qopdi. Kirpichoq charchab ketgan bo'lsa-mu, uningga do'stonlik bilan "Assalomu alaykum" deb salom beribdi. Biroq yav toshqon uni ko'zga ilmay, "Ko'rib qo'ydim, toza turmismiz demagansan. Mushu meni shundan qaraganda qo'lolichilik yo'l yurolmagideksan" debdi. Bu gaplarni anglagan kirpichoq bu hakavur toshqonning adimini berib qo'ymoqchi bo'ldi. "Poni boshroq olsam bo'larmikin?" debdi u toshqonga. "Har qancha mismis bo'lsam-mu seningdan tez yugura olayman." Nima dedim? Yav toshqon terikidan sakrab ketibdi. "Nimani sakraysan? Men bilan musobaqalashib beqishingdan qo'rqyapsan ya?" debdi kirpichoq beparvo qiyofatda. Yav toshqon ixtiyorsiz qaqoqlab kulib ketibdi. "Men senga deb qo'yay" debdi. Timig'ini qiqib, "Bolam o'zimizning yiltopini ekan, u texi bir oltin medalni olgan ekan. Hayot vaqtida mening terinim edi. Bo'pti, ko'nglim qolmasin. Musobaqlashaylik. Agar sen meni yengib olsang, bu oltin medalni senga sovg'a qilaman." Kirpa toshqon bilan talishib yurmay, atsi ko'ktatliq endiki kichik jilg'ida ko'rishga va'dalashibdi. Kirpichoq uyga qaytib kelgandan keyin u ukisini chaqirib yav toshqon bilan bo'lgan paranglarni so'zlab beribdi va uningga o'zini degini bo'yicha ish qilishini to'plabdi. Atsi tong yo'rmasda aka kirpichoqlar ikkiga bo'linib yo'lga chiqibdi. Aka kirpichoq jilg'iga yetib borganda yav toshqon allaqachon kelib bo'lgan ekan. "Seni qo'rqib kelmasmikin debdi men taxi. Kechacha tuzukroq uxlay olmadim-ku deyman. Qara, men kiyimlarimni sevatdim. Bilamsan, bundoq qilsam-chi, texmi tez yugura olayman" debdi toshqon kirpichoqni dayga silib. "Qani ko'ramiz" debdi kirpichoq miqida kulib. "Jilg'ining u beshiga kim burun berib yetib borsa, shu yengam bo'lsin. Biz kirpilar jilg'i ichida yugurishga odatlangan, ammo sen jilg'idagi etis qiri bilan yugursanmi bo'laveradi. Chatoq yo'q" debdi toshqon. "Amsi boshladik." Kirpichoq yilini yodak egib jilg'a ichida yuguribdi. Uning ko'rinishi ba'ayni dumbulayotgan bir to'pqala o'xshaydi ekan. Toshqon bo'lsa, tak uchib ketibdi. Oxirgi nuqtaga as qolganda yav toshqon kirpichoqni o'ziga qo'l pulanglatib turganligini ko'rib qattiq cho'chib ketibdi. "Qani, yaltapon buvaning oltin medalini menga berib ber" debdi kirpichoq. "Yo'q, men qoyil emas. Biz yana bir qitim musobaqalashaylik" debdi yav toshqon. Kirpichoq ma'qul bo'pti, lekin yav toshqon boshlanish nuqtasida yugurib kelganda, yana kirpichoq uni shu yerda kutib turg'udak. Yav toshqonning qattiq ichi pushibdi. U qayta musobaqalashni talab qilib turyapti. Ammo har qitimda kirpichoqning o'zini xotirjam holda oxirgi nuqtada kutib turganligini ko'ribdi. Kirpichoq yana dahi har qitimda uningga "Qani, oltin medalni elib kelmamsan?" degudak. Yav toshqon beshi qiyib, putlari mag'durlansizlanib, yumshoqlar bo'lib qopdi. Oxir u hayrat holidan ketib yiqilib qopdi. "O'zingni qandaqroq sezyapsan? Yana musobaqalashgung bo'lsa, tattinmay darvagin. Mana men tayyor. Hay bechora, bo'lolmay qolg'idek turasan. Endi u qoyil bo'lgansan, yaltapon buvaning oltin medalini vaqtida berib atganamdi" debdi kirpichoq qaqoqlab kulib.
Yavu toshqan kirpichaqqa nima deyishini bilolmay qapti. U parishon holda uyga berib, kirpichaqqa oltin medalni akilib beribdi. Medalni kirpichaqqa berganda uning ko'zlaridan hasrat yoshlari taramlabdi. Shu oqshimi kirpichaqlarning uyi qizib ketibdi. Kirpa ana ikki o'g'li mo'l taomlar bilan tabriklabdi. Aka-uka kirpichaqlar o'zlarining aql ishlatib Hakavur yavu toshqanning adimini berganligi uchun xo'shal bo'lib usulga tushibdi. Yavu toshqan kirpiga uttirib qo'yganlikqa yana qoyil bo'lmabdi. U uyan o'ylabdi, buyan o'ylabdi, ammo har qancha o'ylasimi kirpining o'zidan tez yurayalishiga aqli yetmabdi. U kirpichaqning qo'shgizak ufqsi barligi ularning birar qatim jabba tartib yugurib yurmaganligini, faqat jilg'ining ikki beshida turib olib, uni kutib turganligini, faqat shunga yavu toshqan har qancha yugurgini bilan foydasi bo'lmay, oxirida buvisi qoldirib ketgan oltin medalni tortqizib qo'yganligini xayoliga keltirmabdi. Kichik do'stlar, bu hikoyani yoqtirdinglarmi? Men bu hikoyani o'qib, Tevcan Iliya buvamning egiladigan olmishoqlari, mevasi qancha o'xshagan siri, kamtarlik bilan odam chiroyli satlashadigan g'adoygan siri degan ruboiyni esimga oldim. Yavu toshqan Hakavurligidan o'zining buvisidan qolgan oltin medaldan ayrilibla qolmay, yana texi kirpichaqlarning oldida sharmanda bo'ldi. Shunga kichik do'stlar, biz hargiz yavu toshqanday Hakavur bo'lmay, kamtar bo'laylik. Hikoyamni mushu yerda oxirlashtiray. Yoqtirib, og'lig'inglarga rahmat.